Barchaga salom, sizlar bilan Prinsessa. Bugungi videoda Event Time a'zolari bilan kichkinagina betlcha bo'ladi. Kanonda boshladik. Bu yerda o'yin ishtirokchilari va biz o'yinni boshladik. Do'stlar, o'yin sharti qizil va ko'k to'rtburchak bo'ladi. Ikkiga bo'linishadi va kim birinchi sandiqni topib mashal qo'ysa, o'sha komanda g'olib bo'ladi. 2ga 2. Qani boshladik. Bu yerda Red Minecraft o'yinda emas, prosta tomoshabin. Qani xo'sh, nima bo'ldi? Kim yutar ekan? Bu yerda Feyzer chiqdi va Feyzer topish shekilli. Bu yerda Abdulloh ham chiqdi. O mana Abdulloh, ya'ni ko'k komanda g'olib bo'ldi. Obunachilar, birinchi raundda ko'k komanda, ya'ni Abdulloh komandasi g'olib bo'ldi. Ikkinchi raundda hamma o'zi uchun kurashadi. Hozir ham ikkinchi raundda hamma o'zi uchun kurashyapti. Hamma o'zi bilan ovora degandek, hamma bir-birini o'ldirib, vahshiylarcha o'ldirib tashlashyapti. Ikkinchi raundda kim g'olib bo'lsa, o'sha Feyzer bilan kurashadi. Birinchi odam o'lib ketdi, ya'ni Red Minecraft o'ldi. Xo'sh, yana kim o'ladi? Evi Abdulloh ham vafot etdimi? Yo'q, u Evi Team degan odamni o'ldirib tashlabdi. Uchinchi raundda Abdulloh bilan Feyzer urushadi. Qani boshladik, kim g'olib bo'lar ekan? Mana bu Suhrob degan o'rtaga tiqilib, mayli nima deymiz endi, so'kinmaylik. Uchinchi raundda ikkalasi urushyapti. Abdulloh yomon chiqdi. Qo'liga belkurak ko'tarib olibdi. Kim g'olib bo'lar ekan? Ana uchinchi raundda Abdulloh g'olib bo'ldi. Bugungi betlda Abdulloh g'olib bo'ldi. Do'stlar, video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'linglar. Biz tezroq 5000 ta bo'lishimiz kerak.